Navbatdagi mashq ko'rsatmoqchiman. Turmush o'rtog'inglar keldi, oyoq og'riydi, bosh og'riydi, bel og'riydi. Eng qisqa tez yordam bergan usuldan ko'rsatib o'tmoqchiman. Marhamat. Turmush o'rtog'inglar yotibdi, yerga qarab, pastga qarab, ya'ni yotganda birinchi oyoqdan boshlaymiz. Oyoqlar bilan agar og'risa, fiksatsiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam bu qo'linglar bilan. Ikkinchi qo'l bilan 4 qismga bo'lamiz. 1, 2, 3, 4. Bostinglar, qo'yib yubordinglar. Bostinglar, qo'yib yubordinglar. Bostinglar, qo'yib yubordinglar. 4-ingiz. 1, ezdinglar, qo'yib yubordinglar. Ezdinglar, qo'yib yubordinglar. 2, 3, 4. 3 qismga bo'lsanglar ham bo'ladi. 1, 2, 3, 4. O'rtasi 1, 2, 3, 4. Eng qisqa tomoni 1, 2, 3, 4. Endi agar boya ko'rsatganimdek fiksatsiya qilib olsanglar, oyoq qalqib ketmaydi. 1, 2, 3, 4. Endi ikkinchi usuli o'sha chuqurlashamiz. Qo'linglarni qo'yganda holatda oyog'inglar bosib turibdi. Qo'linglarni qo'ydinglar. Ustidan qo'linglarni qo'ydinglar. Chuqurroq 1, 2, 3, 4. Kimgadir bu og'riqli beradi. Kimgadir oddiy. Qo'linglar bu tomonga qo'ysanglar ham bo'ladi mana. 1, 2, 3. Buni qisqaroq bo'ladi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shikotna? Bo'ldi. Вот. Uchinchi usulda mushtum ichkari qismi bo'shatish uchun. Bo'shatganingizda yengil bo'ladi oyoq. Xuddi shunaqa bu yoqni ham. 1, 2, 3, 4 va hokazo. O'zinglar yotibdi, oyoq ochilgan, o'rtadan keldinglar. Bosh oson bo'ladi. Mana bo'ldi. Tushadinglar, bo'ldi. Ikkita qo'llar bu qismi kurak bo'ladigan bo'lsa, направление 45 gradus. 1, 2, 3, 4. 5-chi dumba. 1, tana bilan 2, 3, 4, 5. Xuddi shunaqa. Endi pozonochnikni bilmaydigan odam qilmagani ma'qul. Chunki har ehtimolga qarshi. Silasanglar bo'ladi. 1, 2. Yaqinroq o'tirib olsangiz, undan yaxshi. Qo'llar tursa. Xuddi shunaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yonboshlar o'tirsanglar ham bo'ladi. Fiksatsiya tizzani kaft ustiga. 1, 2. Qarang, e'tibor bersangiz, men vesim bilan bosaman. Kuchim bilan emas, ves. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xuddi shunaqa. Oralarda bo'shatish uchun perkussiya, mana oddiy. Bunga katta bilim kerak emas, tajriba kerak emas, oddiy narsa. Yaxshi usullardan bittasi shopirlar ko'p o'tiradi. Faqat shopirlar emas, menejerlar, bank xodimlari dumba qotib ketadi. Qon o'tmaydi-da. Shlangi bossangiz, suv o'tmaganda qon o'tmaydi. Ayollar ayniqsa yordam berasizlar. Ikkita tizza dumbaga qo'ydinglar. Agar og'ir bo'lsanglar, undan yaxshi ko'tara olsa. Prosta oyoqning orqasini uzasizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ichkariga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shu usul juda ham yaxshi usul. Bo'sha quymuch nerv tomirini bo'shashtiradi. Ya'ni bu sedalishni nerv. O'tirg'ich nerv deydi ko'pincha. O'tiradigan nerv. Bu yerda 4 ta nerv chiqib, bu yoqda birlashadi. Birlashganda bu sedalishni отверстияdan o'tadi.
Ya'ni shunda mushkillar zo'riqadi. Juda ham yaxshi effekt beradi.